Yahudilar ishlab chiqargan cheklangan yemekliklarni iste'mol qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Islom dunyosida Yusuf Qardaviga o'xshash dangliq ulamolar tarafidan musulmonlarga cheklangan mahsulot deb belgilangan Kentucky, Pepsi qatorliqlarga o'xshash yemak-ichmaklarni iste'mol qilishning hukmi qandaq? Yana bir savol. Elektronlik buyumlarning bo'libmi kompyuterning halqaloq detallaridan markaziy bir taraf qilg'uch degandeklar bo'lib, xalqarada asosan bizga tunishlik bo'lganlardan Intel, AMD ikki xili bor. Intel Isroiliyaga yordam beradigan shirkatlar tizimligiga tizilgan. Isroiliyaning 2008-2009 yildagi Falastinga qilingan terrorlik hujumida musulmonlar boyqut qilishga tegishli shirkatlar tizimligida ismi atalgan. Yana biri AMD shirkati Isroiliyaga yordam bermasimi, yanada Amerikaning shirkati. Ondaqda Aman Amerikaga boj to'laydi. Amerika shu bojning puli bilan qurol-yarog, o'q-dori yasab Isroiliyaga yordam qiladi. Hamda Afg'oniston, Iroqda va dunyoning boshqa joylarida musulmonlarning haq-huquqlariga tajovuz qilish uchun ishlatadi. Masala, agar biz o mahsulotlarni ishlatmaymiz desak, ondaqda musulmonlarning qo'lida o xil texnika yo'q. Ummatning eng yaxshisi bo'lish sifatimiz bilan asli bu xil texnika musulmonlarning qo'lida oldi bilan bo'lish kerak edi. Ming afsus. Ishlatmaymiz desak, aqallisi kompyuter oldida o'ltirib, sizlarga o'sha bu xatni yozish imkoniyatimi yo'q bo'ladi. Qanday qilish kerak? Uningdan boshqa hozirgi Nokia, iPhone qatorliq telefonlarmi shularning jumlasidan. Bularning tijoratini qilish, ishlatish qatorliq jihatlarda qanday qilishimiz kerak? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yahudilarga yordam beradigan Kentucky, McDonald's, Pizza Hut, McBurger va Hardee's qatorliq oshxonalardan yemak-ichmak sotib olish, Yahudilarga yordam beradigan shirkatlar ishlab chiqqan turli tovarlarni sotib olish ulamolar tomonidan e'lon qilingan boyqut qilish qarori bo'yicha cheklangan harom ish bo'lib, kimki undaq qiladigan Yahudilarga yordam qilgan, kofirlarga nusrat bergan, zulmga qarshi turmagan, musulmon qarindoshlarining qirilishiga sabab bo'lgan, shundaqla gunoh ishlagan bo'ladi. Ulamolar bu fatvoda haram degan hukmni berishda asosan Falastin va boshqa islom ellarida musulmonlarni qirayotgan Yahudi va Amerika kuchlariga bevosita yoki vositalik moddiy yordam berayotgan shirkatlarni iqtisodiy jihatdan ojizlatish, bo'dimaslik va iqtisodiy besim qilish qatorliq zarur manfaatlarga tayangan. Yana ba'zi bir Kentucky va boshqa shuningga o'xshagan oshxonalarda sotilayotgan to'xularning haram go'sht qatoriga kirdiganligiga tayangan. Chunki bu oshxonalarda sotiladigan to'xular shar'iy bo'g'izlanmaydigan bo'lg'achqa, musulmonlarning uni iste'mol qilishi aslida cheklangan. Lekin uningdan boshqa halol yemekliklarni sotadigan oshxonalarga kirish, yemak-ichmakdan boshqa tovarlarni sotib olmaslik bo'lsa, iqtisodiy boyqut qilib, besim qilish jihatdan cheklangan. Undaq bo'lishi iman degan muhabbat nafrat, Allohning do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lishni taqozo qiladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlariga histoshlik qilish, ularga hamdamda bo'lishni talab qiladi. Musulmon kishi bularni kundalik turmushida, savdo-sotiq, iste'mol va boshqa barliq ishlarda vujudga chiqarishi lozim. Aslida bu tovarlarni sotib olmaslik qonunliq bir qurol hisoblanadi. Umuman boyqut qilish, embargo qilish doirasiga kiradi. Bu qadimdan tartib tonilgan bir chora. İslamiyatda Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan iymon etgan mu'minlarga 3 yil iqtisodiy va ijtimoiy embargo yurgizgan. Imom Ibn Kasir aytadi: Makka mushriklarining musulmonlarga qilgan aziyatlari og'irlashib, oxiri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ochiq-oshkora o'ldirmoqchi bo'lganda, tog'asi Abu Talib bu ahvolni ko'rib, butun Bani Hashim jamoatini to'plab, ularni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlarining mahallasiga akirib, uni o'ldirmoqchi bo'lganlardan uni qo'g'dashga buyurdi. Shuning bilan musulmon bo'lganlari bo'lsin, kofirlar bo'lsin, Bani Hashim jamoati birdek uni qo'g'dab qilishga ittifoqlashdi. Ba'zilari urug' tuqqanchilik jihatdan shunday qilib, ba'zilari imoniy jihatdan shunday qildi. Makka mushriklari ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni topshirmay birda qo'g'diganligidan xabar topgandan keyin mushriklar yig'ilib Bani Hashim jamoati bilan birga toki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ldirishga topshirgan qadar o'zaro o'ltirib qopashmaydigan, ilm-setim qilishmaydigan, o'llariga dastamaydiganga, sulhimi qabul qilmaydiganga, ularga ichmi og'ritmaydiganga putishgan. Shunda qilib Bani Hashim jamoati mahallasida 3 yil qamlab qilib qattiq qiynalgan. Makka mushriklari ularni bozorlardan to'sib olgan. Makkaga ashliq yoki tovar kelib qolsa, oldin berib uni o'zlari sotib olgan. Buningdan ularning maqsadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanini to'kish imkoniyatiga erishish edi.
Somama ibn Osal radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida Makka mushriklarga qarata iqtisodiy embargo yurgizgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najd tarafga otliq qo'shin avatgan edi. Ular Bani Hanifa qabilasidan Somama ibn Osal ismli bir odamni tutib kelib, uni masjidning to'rikiga bog'lab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib, "Ey Somama, nima talabing bor?" dedi. Somama, "Ey Muhammad, agar meni o'ltirsang, qon qisosi vojib bo'lgan odamni o'ltirgan bo'lasan. Agar afu qilaversang, rahmat aytishni biladigan biriga in'om qilgan bo'lasan. Agar pul-mol xohlasang, xohlaganini talab qil" dedi. U shu holatda qo'yib qo'yildi. Atisi Rasululloh, "Ey Somama, nima talabing bor?" dedi. Somama, "Sana aytganimdek, agar afu qilaversang, rahmat aytishni biladigan biriga in'om qilgan bo'lasan" dedi. Rasululloh uni yana shu holatda qo'yib qo'ydi. Atisi Rasululloh, "Ey Sumama, nima talabing bor?" dedi. Sumama, "Sana aytganimdek" dedi. Rasululloh, "Sumamani yeshvetinglar" dedi. Shuning bilan u darhol masjidga yaqin bir xormazorlikqa berib g'usl qildi. Andan masjidga kirib, guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Ey Muhammad, Alloh bilan qasamki, zamin ustida menga nisbatan sizlarning chiroylaridan bak o'ch ko'radigan bir chiroy yo'q edi. Amdilikda bo'lsa, sizlarning chiroylari menga eng suyimli chiroy bo'lib qoldi. Allah bilan qasamki, zamin ustida menga nisbatan sizlarning dinlaridan bak o'ch ko'radigan bir din yo'q edi. Amdilikda bo'lsa, sizlarning dinlari menga eng suyimli din bo'lib qoldi. Allah bilan qasamki, zamin ustida menga nisbatan sizlarning yurtlaridan bak o'ch ko'radigan bir yurt yo'q edi. Amdilikda bo'lsa, sizlarning yurtlari menga eng suyimli yurt bo'lib qoldi. Lashkarlari meni umr qilay deb mang'arimda tutib olgan edi. Qanday qaraydilar deb iymon etgan edi. Rasululloh uningga xush bishorat berib, uni umr qilishga buyurdi. U umr qilib Makkaga kelganida birisi uningdan haq dindan batil dinga chiqdingmi deb so'radi. U yo'q, lekin men Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan musulmon bo'ldim. Alloh bilan qasamki, endi bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat qilmoqcha Yamamadin sizlarga bir tal bug'doy dinimi kelmaydi dedi. İbn Hisham aytadi. Shunda qilib, u Yamamaga chiqib, u yerdagilarni Makkaga bir narsa olib setishdan to'sgan. Natijada Makka mushriklari bu besimga bardoshlik berolmay, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'zlari sil rahim qilishga buyurdilar deb yalvorganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sumamaga bir narsa olib setishdan to'smagan deb maktub yozgan. Demak, Sumama radhiyallohu anhu mushriklarga ochliq sotmaslik jihatdan tahdid silib, embargo e'lon qilgan. Agar bu ish cheklanadigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sumama radhiyallohu anhuni unda qildirmagan bo'ladi. Yaqinqi davrlarda Gandi Hindistonda ingliz tovarlariga qarata boyqut qilishni e'lon qilgan. Janubiy Afrika davlati irqiy ayrimchilik qilmishi tufaylidan xalqaro embargosiga uchragan. Hozirgi davrda iqtisod eng ta'sir kuchli qurollarning biri hisoblanadi. Shunga Allohning dushmanini ajizlatish, zulmni to'xtatish uchun besim qilishda bu quroldan unumli foydalanish lozim. Bunga binoan, birinchi, mayli dunyoning qayerida bo'lmasin, Kentucky, McDonald's, Pepsi, Cola qatorliq Amerika va Yahudiy shirkatlarining mahsulotlarini sotib olishdan darhol to'xtash lozim. Ikkinchi, yuqoridagi cheklangan mahsulotlarni sotib olish, ashu shirkatlarning vakilligini qilish, ashu shirkatlarda ishlash va uning e'lon tashviqotlarini jakarlab berish qatorliq ishlar shaxs, do'konchi va tijoratchilarga cheklanadi. Uchinchi, bu ishda har bir musulmon o'zi bilan cheklanib qolmay, bola-chaqa, qo'lin-qo'shni va do'st birodarlarni ashu oshxonalar va shirkatlarning mahsulotlarini sotib olmaslikka tashviq qilish lozim. 4. Qo'lga kirib bo'lgan mahsulotlar bo'lib qolsa, tarkibiy jihatdan harom bo'lmagan ahvolda uni tashlab o'tmay ishlatsa bo'ladi. 5. Cheklangan mahsulotlardan musulmon tijoratchilarning qo'liga kirib bo'lgani bo'lsa-mu, uni sotib olmaslik lozim. Chunki uni sotib olgan ahvolda tijoratchi u mahsulotlarni yana akiradi. Sotib olmagan ahvolda qayta akelmaydi. 6. Ba'zi zarur bo'lgan mahsulotlardan Yahudi va Amerika shirkatlaridan boshqasi ishlab chiqarmaydigan mahsulotlar bo'lsa, buni ishlatmagan ahvolda musulmonlarga cho'ngroq ziyon yetadigan bo'lsa, buni ishlatsa bo'ladi. Lekin uning o'rnini bosadigan boshqalar yasagan mahsulot bo'lib qolsa, boshqasini elish lozim. Masalan, kompyuter zapchastlari, yanfon qatorliq elektronlik uskunlar sohasida LG, Samsung, Toshiba va Sony qatorliq Koreyaning, Yaponiyaning, shundaqla Yahudilarga yordam bermaydigan shirkatlarning mahsulotlarini olsa bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 158-nomerlik fatvo.